Assalomu do'stlar, sizlar bilan men Artex Mike do'stlar. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Video boshlashdan oldin qanday narsa e'tibor qilingizlar. Bu shahrimizda sigmalar shunaqa narsa olib yurishadi, nima sigma. Короче, ortimdagi o'yinchoqqa e'tibor qilmanglar. Nima qaramanglar. Yo'q deb hisobga bo'ldi. Короче, vallahi boshqa uyga ko'chib o'tdim. Xullas, o'zi yarish sablar bor, chiroqni o'chirib qo'yamiz. Yozyapti-da endi. Yo'q. Xo'p, men yangi uy oldim, o'sha uyga borishim kerak. Okey, oshxona chirog'i yo'q o'choq ekan. Xo'p, do'kon sotib olgandim, o'shani egasi ochib ketgan bo'lsa kerak edi. Xo'p, boramiz. Ko'raylikchi. Xo'p, do'konimiz hali ham sovuq. Wow, do'konimiz. Katta do'kon, obrashlar, ko'rishlar mumkin. Katta do'kon obrashlar mana. Gap bo'lishi mumkin emas bo'lsa, buni ichida remont qilib chiqish kerak. Derazalardagi dizayn cho'tki ishlangan do'stlar. Xo'p, ochamiz. Oho, wow. Bu yerda normal remont qilish kerak ekan, ha? Ha, mayli. Remont qilib chiqamiz unda do'stlar. Nima ham qilardik? Xo'p. Tepa qavat ham bor ekan. Bu yer uncha rasoy emas ekan. Yaxshi do'stlar. Nega zanjirlangan? Bu yerda odam suyiga to'g'ri qildim. Mol so'yishganmi, nima qilishgan? Qassobxona bo'lgan bu yer. Menga nima qizig'i yo'q. Men o'zimni do'konimni nima kerakli narsalarni qilsam bo'ldi, ya'ni remont qilsam bo'ldi. U yoq bilan menda ishim yo'q. Okey. Instrumentlarda hozir bu pollarni eskirgan, chirib qo'ygan pollarni va o'rgimchak turlarini yo'q qilamiz. Ya'ni olib qo'yamiz. Okey. Bochkalarni ham olamiz. Yaxshi, edi chirgan pollarga navbat yana. Menda bor taxtalar yetarmi-ki bularni yopishga? Yetib qolsa kerak. Ko'p emas deb biroz taxta olgandim o'zim bilan. Biroz doskalarni olib olgandim. Menimcha yetadi. Xo'p, bu yerda biroz bitta qolib ketibdi. Bu yerda yashik, xo'p. Menda nima bor? Ha, mana daraxtlar. Daraxt debman. Doskalar qo'yamiz. Xo'p, ular remont qilib bizneschada boshlashimiz kerak do'stlar. Qish qo'yib ketdi. Okey. Mana bu yerlarga qo'ydik. Bo'ldi, pol. Tepaqaga kelib oldi. Endi yashik. Stop. Yashik biroz eskiroq ekan, uni egasiga o'ziga berib yuboraman. Bularni hamma narsani to'plab olib chiqib tashqariga qo'ysak, egasi kelib olib ketadi do'stlar. Bu yerda biroz qimmatroq sotib oldim. Shunga yarasha ancha katta bino ekan. Ikkinchi qavati ham bor ekan. Menimcha ikkinchi qavati ham bergan pulimga yetadi. Bergan pulim ikkinchi qavatgacha yetish kerak. Sababi bir qavatli do'konga buncha qiymat olmasdi. Hozir narxini ayta olmayman. Xo'p, chiroqlar ishlarmi ekan? Chiroqlar. Xo'p, hozir yo'q, ishlar ekan. Chiroq ishlar ekan do'stlar. Ajoyib. Ishlar ekan hammasi. Wow, kutmagandim lekin. Zinasi biroz eskiroq ekan. Chiqib chekani qo'rqyapman. Bu yerda muammo qillar. Yangi qo'yilgan. Menimcha tepa-yepaqaga keltirilganda pastda nima to'g'rilashga eringan menimcha, shunday bo'lgan. Shunaqa choynakdan nechta ko'rdim? 2 tami, 3 ta ko'rdim. Biz shaharda shunaqa choynaklar ko'p ishlashadi, do'stlar. Stop. Bu yerda sindirib qo'ydim. Endi oddiy toshni qo'ysak, u xullas, uni pishirish kerak toshda. Yaxshilab qizitish kerak. Chinirsan. Xo'p. Mayli. Havas qilamiz do'stlar. Bu zanjirlarni ham olib chiqamiz do'stlar. Obunachilar, albatta videoga like bosib qo'ying. Va iltimos kanalga obuna bo'ling, tezroq 100 ta bo'lmoqchiman do'stlar. Xo'p. Bo'ldi. Bu yerda ham toshda endi amal shu toshni o'zida qo'yaveraylikmi, a? Endi bu yerga uch odam e'tibor qilmaydi-ku do'stlar. Ha do'stlar, okey. Bu yerdagi narsalarni ham olaveraylik. Keyinchalik kerak bo'ladi. Okey. Lekin bular yangi ekan do'stlar. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Yangi. Menimcha yaqinda qo'yilgan.
Jennursin. Bularni o'zimni olib qolsam ekan do'stlar. Ko'p qiymat edi-da. Sizlarga aytsam xushinglardan ketib qolasizlar. Xo'p. Okey. Agar bu videoga yaxshi reaksiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaxshi aktiv bo'lsa, men keyingi videolarda do'konni asl narxida aytaman do'stlar. Da bu qiziq bo'lmasligi mumkin sizlarga. No qancha ekanligiga baribir qiziqqan bo'lardingiz. Okey, bu yerga bu stolda tepada turaversa yaxshi ekan. Mana bu burchakda buni yo'l to'sib turar edi. Yaxshi do'stlar, o'ziga yarasha cho'tki dizayn bo'lyapti. Bu stol ham ortib qoldi. Wow, ana shu yaxshi. Hozircha shu yerda turaversa-chi, keyinchalik ko'ramiz. Ancha sovuq bo'lib ketdi. Shapkamni kiyib olmayapman, Jennursin. Bu yerga pechka qo'yish kerak. Ha, pechka. Do'konda o'z pechkasi yo'q shekilli-da. Xo'p, buni yaxshi. Lekin pechkasi yo'q do'stlar, pechkasi yo'q-da. Pechkasi yo'q bo'lsa kerak do'konni. Biroz xatolik bo'ldi. Uzr do'stlar. E'tibor qilmaysizlar. Bu yerda turmaydi. Ko'p katta bo'lib, anaqa yo'l to'silib qolyapti. Lekin yo'q, bu yerda ham turmaydi do'stlar. Yo'q. Dito turibdi, yo'q, bo'lmaydi. Shunday ekan, bu yerdan olib do'stlar, mana bu yerga qo'yib. Yomon emas. Xo'p. Nima bor yana? Bu narsani tashqariga olib chiqishimiz kerak, obunachilar. Xo'p. Tezroq menga 100 ta bo'lishimda yordam bering. Sizning bitta obunani boshingiz bilan men 100 ta bo'lishim mumkin. Ya'ni bitta boshingiz emas, xolos. O'zingiz tushundingiz. Shu video ko'rgan har bir inson obuna bo'lib chiqsa, bilasizmi qancha obunachi bo'lib ketadi? Videolar shunda tezroq chiqib boradi. Xatolik ketdi. Uzr. Obunachilar, albatta sizlarning like'ingiz bilan videomiz ommaga tez tarqaladi. Shuning uchun like bosib qo'ying va albatta kommentariyaga biror nima yozib keting. Ma'nosiz bo'lsa ham yozavering. Shunda video tezroq tarqaladi obunachilar. Okey. Zanjirlarni qo'ydik endi. Bu polkalarda, polka debman. Doskalarda shunday qo'yib beramiz. Suv qotib ketdim, Jennursin. Tezroq bochkalar qolib ketdi. Bularni shunday qo'yib tashlaymiz. Qo'llarim muzladi, yo do'stlar. Haddan ziyod sovuq. Xo'p. Bu yerga tezroq pechka qo'shimiz kerak. Chiroq ishlaydi, yaxshi. Yo'q qo'yamiz. Eshikni olib qo'yay. Sal bo'lsa shabada kirmasdi. Okey. Tepada nima qilsam ekan do'stlar? Tepaga endi narsa qo'ysam, baribir odamlar chiqishga erinishadi. Shunday ekan, tepada hozircha o'ylab ko'rish kerak do'stlar. Albatta kommentariyaga yozing, tepaga nima qilsam ekan. Xo'p, tepaga endi boshqa narsa qo'yib bo'lmaydi. Pastda odamlar tepaga chiqishga erinishadi. Albatta tepada nima qilishimizni o'zingiz kommentariyaga yozib keting. Men shunda nima qilsa aniqlab olaman. Stolam ancha sovuq ekan, Jennursin qotib ketibdi, yo'mayo. Mayli do'stlar. Men buyurtma berib qo'yaman narsalarga, ertaga kelsa kerak. Chunki bugun dam olish kuni va dastlabchilar hammasi bugun dam olishadi. Lekin do'konga gap yo'q. Voy, nima mana shu 3 burchaklar nima bu? Tushunganlar o'z kommentariyaga yozib ketinglar. Men tushunmadim bu narsaga. Ko'chada bunaqa narsa bor ekan. O'zida zo'ntikchasi ishlasa kerak. Ishlasa deb qo'y. Sinib ketmasa kerak. Lekin bu tepasidagi taxtalar ko'ryapsizlarmi? Bu nima kerak do'stlar? O'zida suv ushlab qolmaydimi-ki? Suv ushlab bo'lsa normal ish bo'lmasdi lekin. Hozir qish, yomg'ir uncha yog'masa kerak endi. Xo'p, mayli. Hozir men uyga kirib olishim kerak. Keyin dastlabchiga qo'ng'iroq qilamiz. Biroz qornim ham ochdi do'stlar va biror nima yeb olaman. Adashmasam, kompotmida varina bor edi. Chiroq svet o'chmabdi. Qishda svet ko'p o'chayotgani uchun tekshirib qo'ydim. Hali dekda ba'zi narsalarda aynab qolmasin deb. Yaxshi. Endi yoriq varina yeb olaman. Hayratam, qishloqdan ukam kelganda buvam berib yuborgan ekanlar.
Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Video shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunday videolar tezroq chiqib boradi. Xayrli tugadi.